Qizlar, mana ozmoqchi bo'lgan qizlarimizga har xil mazali kokteyllarimiz bor. Bu shokoladli kokteylimiz. Bu marakuya ananas. Ozish uchun ham, semirish uchun ham shu kokteyllarimizdan tavsiya beraman. Ozmoqchi bo'lgan qizlarimizni suvga tayyorlab ichishadi. Ham terini taranglashtiradi, tortadi. Tarkibida kollagen bor, yog' eritadi ham qizlar. Semirmoqchi bo'lgan qizlarimizni sutga tayyorlab ichishadi va bitta bananni to'g'rab olishadi. Juda ham mazali, to'yimli kokteyl bo'ladi. Xohlaganlar suyuqroq tayyorlab ichish mumkin, xohlaganlar quyuqroq tayyorlab ichish mumkin bemalol. 300 ml suvga bitta o'zini qoshig'i bo'ladi. Mana o'lchamdagi hammasini o'zidan qoshig'i chiqadi. Xo'sh, mana biz 400 ml suvga sal suyuqroq tayyorlaymiz, chunki kun issiq, yoz. Bismillah. Bu shokoladligi. Bu marakuya ananasligi. Sheykerimiz bu savolli. Xohlasanglar blenderda ham tayyorlashingiz mumkin. Biz ofis sharoitida sheykerlarimizdan foydalanamiz. Hozir yopib, yaxshilab aralashtiramiz. Qopqog'ini yopib olib, endi yaxshilab aralashtiramiz. Aralashtiramiz, 1 daqiqa kutamiz, yana quyiladi, yana aralashtiramiz. Shunda tinib tursa quyiladi. Keyingi kokteylimizni ham yaxshilab qopqog'ini yopib aralashtirib olamiz. Voy, rangini qaranglar, mos tushganini. Marakuya ananasligiga sariq sheykerimiz, shokoladli kokteylimizga siyohrang sheykerimiz. Yaxshilab aralashtirib olamiz. Men ataylab suyuqroq tayyorladim, chunki issiq kunda quyuq kokteyl uncha o'tmaydi qizlar. Aralashtirib tindirib qo'yamiz. Yana 1 daqiqadan keyin aralashtiramiz.